Muhtaram O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, assalomu alaykum. Shavkat Miromonovich, butun qishloq xo'jaligi sohasi vakillari, fermerlar, dehqonlar, agroklasterlar, mutaxassislar va mehnatkashlar nomidan sizni tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Siz rahbarligingizda qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, fermerlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, yerga bo'lgan e'tibor va mehnat ahliga bildirilayotgan yuksak ishonch bizlarni yanada katta marralar sari ruhlantirmoqda. Bugun yurtimiz dalalarida qo'lga kiritilayotgan har bir yutuq, farovonlik va baraka ortida sizning oqilona siyosatingiz va doimiy g'amxo'rligingiz mujassam. Shu qutlug' ayyomda sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, oilaviy baxt-saodat, qalb xotirjamligi va davlatimizni yanada yuksaltirishdek sharafli faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, dasturxonimiz to'kin, dalalarimiz barakali bo'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, muhtaram Prezident. Hurmat bilan O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasi vakillari nomidan.